Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Hozir kadi, ya'ni qovoq sezoni bo'lganligi uchun sizlarga men ikki xil usulda tuxum baregini qilib berishni ko'rsatib beraman, yana yengilcha qilib. Buning uchun bizga qovoq kerak bo'ladi. Qovoqni hozir men shunaqa qilib oldim. Xolasizlar teorkadan chiqarib olsanglar ham bo'ladi, chunki bu qovuriladi va tuxum. Hozir bo'lib ish jarayonini yana ko'rsataman. Mana ozroq yog'ga qovog'imizni solib qovurib olamiz. Bismillah. Bu qovurilguncha orada xamirimizni tindirib qirib olib qo'yamiz. Hozir mana buni solib qo'ysam, keyin xamir jarayonini ko'rsataman. Mana bunga xamiriga bitta tuxum, bismillah. Обычный oddiy xamirdaqa xamir qilinadi. 2 osh qoshiq tuz va suv. Xamirni o'zingizlar uylardagi odamlarga qarab ko'p va oz qilib qilasizlar. Faqat xamirimizni qattiq qilib qilasizlar. Men suvni hamisha iliqdan sovuqroq qilib qilaman xamirimni. Shunda chiroyli yoyilishiga ham tuzlarimiz erishiga yordam beradi. Mana unimiz. Boshida mana shunaqasini men bir mushuni qattiq qilsanglar, xamiringlar qattiq va yaxshi bo'lib chiqadi. Uni oz solib qo'ysanglar ham bo'shab ketadi. Shuning uchun normaga solib qilishga harakat qilinglar. Xamirli yoyiladigan chuchvara, tuxumbarak, bunaqa xamirlilar qattiq, manti, ular qattiq qilib qilinadi. Somsa xamirlari bo'sh qilsanglar, keyin suvga solganda, pishirayotganda qilib qoladi, bo'shashib oqib ketadi. Mana shunaqa qilib qattiq qilib, xamir qilib zo'rlab olamiz. Mana shunaqa qilib pish boshladi, shu mana ezilishni boshlaydi. Mana qilib qoshiq bilan qo'ysanglar, keyinchalik tyurega aylanadi. Tyurek holatiga kelish kerak. Mana xamirlarimni qilib oldim va ikkiga bo'lib oldim. Buni hozir paketga o'rab kundirgani qo'yib qo'yamiz va nachinkasini tayyorlashni boshlaymiz. Mana bunday qilib ezib olsanglar, tayyor tyurek bo'ladi. Qovoq tez pishadi kadi. Mana bu nachinkamiz tayyor bo'ldi. Endi buni sovutgani olib qo'yamiz. Mana endi nachinkasini qilib olamiz. Nachinkasi uchun bizga birinchi bo'lib tuxum. Bu oddiy yumurta baragi o'ziniki. Hozir kadinikini alohida qilamiz, oshqovoqnikini. Va men ozgina sut qo'shaman. Va oddiy o'simlik yog'i bo'ladi. Hozir birinchi o'rinda tuxumlarimizni chaqib olamiz. Bismillah. Mana shu usulda hammasini chaqib olamiz. Mana tuxumimizni chaqib oldi. Endi bunga nechta tuxum chaqsangiz, shuncha qoshiq sut quyiladi. Ko'pchilik joyda tuxumga sut qo'shmasdan ham qilsa bo'ladi, lekin men sut qo'shib qilaman. Bu boshqacha bo'ladi. Mana endi yog', oddiygina o'simlik yog'i. Где-то bir va yaxshilab aralashtiramiz. Pichoqimni bunday qilib kesib olaman. Shunda tuxumlar anaqasi bir-biridan ajraladi. Bilasizlar-ku, tuxum anaqasi ajralish qiyin bo'ladi. Keyin zbalkada qilaveraman va tuz tapga qarab. Kimlarda sal sho'ra yaxshi ko'radi, kimlardir oddiy sho'ramasini yaxshi ko'radi. Tabiiylarga qarab qilaverasizlar. Shunaqa qilib yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana bu nachinkamiz ham sovidi. Endi bunga tuxum, tuz. Tapga qarab tuz. Buni men sal ozroq qildim, chunki men bolalarim uchun qovun yoqtirmaydi, lekin shu usulda yegizdiraman. Mana yaxshi aralashtirib oldik. Bunga ham ozgina sut. Va 5 dona tuxum chaqamiz bunga.
Mana buni bizni nachinkamiz ko'rganinglarda quyuqroq bo'ladi. U anaqa birinchi tuxumdaqa bo'lmaydi. Mana bunimiz ham tayyor. Endi xamirlarimizni yoyib pishirishni boshlaymiz. Mana hozir bu jarayonni ko'rsatmayman. Xamirimizni ko'rganinglarda mana yupqa qilib yoyib, ullab, mana bunaqa qolipim bor. Sizlar agar bunaqalar bo'lmasa, piyolada kessanglar ham bo'ladi. Shuni hozir men hozir ichiga unlab oldim, чтобы yopishmasligi uchun va kesishni boshlayman. Mana shunaqa qilib kesib olganimizdan keyin mana ikki chetini bundoq qilib suvlaymizda va mana bunaqa qilib yopishtiriladi. Mana shunchachasi mana shunaqa qilib ochiq qoladi. Ochiq qolishi kerak, chunki nachinki solinadi buning ichiga. Mana ikkita chetini va mana bunaqa chetini yaxshilab qattim suvlab turib, o'ta suv ham ko'p qo'yib olmaylar, salgina suvlab turib bundoq qilib yopamiz. Va ustini dasturxon bilan yopib terishib boshlaymiz. Bu jarayonni hozir ko'rsataman. Ben bunga hamisha ya'ni suzma qilaman. Mana suzmaga hozir tuz qo'shamiz. Va qaynab sovigan iliqroq suv solamiz. Va yaxshilab aralashtirib olamiz. Bu pishgan xamirimizni shunga solish uchun tayyorlab olamiz birinchi bo'lib. U orada qozonga suv solib qaynatishga qo'yish kerak. Shunaqa shaqillab suvimiz qaynashi kerak, keyin o'shanga nachinkasini solib xamirimizni solamiz. Mana shunaqa nachinkasiga bismillah. Shunaqa qilib suvga solamiz. Mana shunaqa nachinkalar kichkinalar ahamiyat bermaysizlar, bolalar qildi. Mana shunaqa qilib sekin ustiga chiqib pishishni boshlaydi. Shunda u pishgan bo'ladi. Tuxumlar pishganlar biladi, uni bilmaganlar uchun aytaman. Bu nachinkamiz o'sha oshqovoqli, ya'ni kadi. Bu ko'rganingizda qo'yiqroq bo'ladi. Bunga yog' solmaymiz, bilasizlar. Chunki oshqovoqni yog'da qovurganmiz. Shuni hisobiga yog' solinmaydi. Mana. Buni pishgani yana bir yo'li mana bunda bosinglar git qiladi. Shundan ham bilsanglar bo'ladi. Buni olib, sirazi mana bu ayronligimizga sovulaymiz. Mana azizlar, mana ovqatim pishdi. Bu yog'i oddiy esa, bu yog'i yumurta anaqali, oshqovoqli bo'ldi. Bu videolarim ham sizlarga yoqdi degan umiddaman. Menga like bosishni va obuna bo'lishni unutmanglar.